Hazretlerine mehman bulup kelganiniz için çok sevindik ve kuvvetlik. Hoş geldiniz. Allah Teala bu ziyaretinizi kabul ve mübarek etsin. Amin. Prezident Hazretleri, icazet verin, sözümüzü şunday başlaydık. Ey istiklal kahramanı, kelin sizni bağrımızga basaydık. Bütün milli gururumuz bilen ve heyecanlangan vicdanımız bilen sizni yelkamizga ko'taraylik. Bugün biz için büyük bir bayramdır. Yurtimiz, Müslüman halkımız 70 yıldan buyon qonxo'r, jallat, zalim, diktatör, xudosiz Komünist partiyasidan tortgan azob uqubati tarixda misli ko'rilmagan qarong'u jinoyat panjasidan qurtularmikin, unday kunni ko'rarmikinmiz deb yuraklarimiz ezilar edi. Bu hasrat ve armon bilan minglab buyuklarimiz vatansiz bo'yni bukib, yüzük gülmasdan dünyadan ko'zlari ochiq ketdi. Ah vatanım deb jon berdilar. Buyuk milliy orzu va armonni 1991-yilning 31-avgust kuni bo'yningizga qilich va ko'kragingizga piramid qadalgan holda bukilmas milliy irodangiz bilan dadil butun dunyoga vatan istiqlolini e'lon etdingiz. Rus mustamlikachiligi va kommunist diktatorligi ortib O'zbekistonda bitti. O'zbekiston mustaqil, hur, hurmatga loyiq, teng haqli bir davlat dedingiz. Bu munosabatla bugün ko'p ulug' bir xotirani eslash majburiyatdamiz. U bo'lsa, marhum hurmatli bobangiz Abdulg'ani akamiz. Siz tug'ilganda va o'shanday qirg'in, ma'yuslik chog'da janobingizdan yuragini tagida saqlagan umidi ila sizga muborak islom otini hech bir oqibatdan qo'rqmay qo'ygan edi. Ana shu muqaddas istiqlol qahramoni janobingizdir bugun. Ey Abdulg'ani aka, umidingiz gulladi, ruhingiz shod bo'lsin. Joyingiz jannatda bo'lsin. Amin. Amin. Alloh taolaning qudrati va azamati bilan shunday kuchli, eng modern qurollari bilan dunyoni titratib turgan kommunist davlati muz tog'i kabi hurriyat quyoshi ostida ezilib, erib yo'q bo'lib ketdi. Alhamdulillah. Bu hodisa ilohiy bir mo'jizadir. Çünkü kan to'kilmasdan, yurt buzilmasdan istiqlolga erishish hech bir mantiq va hisob qoidalariga mos kelmaydi. Janob Rais Hazratlari, biz iç yurakdan umid qilamizki, O'zbekiston va Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston jumlalari birlashsa, chunki hammamiz bir buyuk Turkiston millatimiz, Xudoyimiz, payg'ambarimiz, qiblamiz, masjidimiz birdir, va tilimiz va qonimiz birdir. Bizga ko'p qiymatli vaqtingizni berib quvontirganingiz uchun ko'p rahmat. Alloh taolo hamisha yo'ldoshingiz bo'lsin. Elhamdülillah. Avvelen bütün Orta Asya'daki milletlerimizin hürriyetini, hususen Özbekistan milletini, Özbekistan'ga kurulan İslami bayrağımızı, hürriyetimizi, istiqlalimizi, hammalariga, Orta Asya'nın hammasiga tabrik etib, ve bilhassa prezidentimiz İslam akaga ko'pdan ko'p tabrik ve bütün hazır bo'lib turgan a'zolariga ve bu yerdagi bütün Turkistonlik birodarlarimizga, ammatan balkim alami islomiga tabrik etaman. Yaşasın bayrağımız, yaşasın hürriyetimiz, yaşasın İslamımız degan kalima bilan yuragimizda gapimiz nihoyatda ko'p. Alhamdulillah. Xudoga minglarcha shukrki, Alloh taborak va taolo u mamlakatimizga islomni yuvargandan tortib bugunga qadar bizi millatimizga qilgan xizmati vatan uchun, islom uchun nihoyatda ko'p. To'rt narsa bilan biz dunyoga tanilganmiz. Eng birinchisi islomga avval kirib nihoyatda yaxshi bag'rimizga bosganmiz. Ikkinchi bizi vatanimizdan chiqqan bütün ulamolar Qur'oni Karimdan keyin bevosita eng katta kitoblarni, ahadis shariflarni Rasululloh alayhisolatu vasallamdan eng asah hadislarni rivoyat qilgan Hazrat Imom Buxoriy rahmatullohi alayh va Imom Termiziy va Zamaxshariy va Sakkaki shunga o'xshagan olimlar dunyoga bizni sharaflantirgan.
Va üçüncü noktada bizi Türkistan'da qilgan jihatlari bütün bir yerda Hindistonlarda futuhat qildi. Bir yerda ta Çin-Machingacha bordi. Bu taraflari ta mana bu Konstantiniyagacha keldi. Dünyada bizi asarlarimiz bütün Arap davlatlarida, İslam davlatlarida her yerde bizi asarlarimiz bor. To'rtinchi bizi sharaflantirgan narsa bizi mamlakatimizda asos qurgan falakiyat, hisob, jabr, handasa, fiziya, kimyolarda asosini qurgan Ulug'bek kabi, Beruniy kabi va bularni to'plashga qalamlar, tillarimiz ojizdir. Bizi dunyoda Avrupa, Osiyo Müslüman birodarlarimizga eng yaxshi taniydi, ammo Avrupa, Osiyolar ham shu olimlarimizning sharafidan biz millatni taniydi dunyoda.